Mana 30 kilolik muz apparatimiz bilan zolim qilamiz. Nastroykasi keladigan bo'lsa, hamma nastroyka bo'ladi. Mana 20 ga turibdi. Mana 20 ga bor. Bu yoqadigani sivil mana uchta. Yonda. Bu qo'shadigan. Hop, biz tayyorlayapti. Kvadratchalar to'la holatga keladi, u tayyor bo'ladi qolamiz. Hop, tayyor bo'lgan muzlarimiz keladi. Bunaqangi kvadratli muz tayyorlab chiqaradi. Apparatimiz soatiga, sutkasiga 30 kilolik ishlash jarayoni.